Аңлаватқаныңла Muhammed aleyhisselamның tərcümə hali namlı əsər. 121. bab Əbu Rafi'nin öldürülüşü. Xeyber Yahudilerini Müslümanlarga qarşı uruş qilishga kuch ko'rgazgan aşu Yahudilarning boshlig'i Əbu Rafi edi. Əbu Rafi savdoga usta bo'lganlikdan Hijaz aholisining savdogari deb atalgan. Qaltis beygan shaxs edi. Payg'ambar alayhissalom Əbu Rafini o'ldirish chaqiriqini o'tirg'a qo'yganda Xazraj qabilasidan Abdullah ibn Atik boshchiligida 5 kishi bu chaqiriqqa ovoz qo'shdi. Bularmı Əbu Rafini öldürüş arqılıq Əvs qabilesideki qarindashlari Ka'b ibn Ashrafni öldürüp erishgan savab qilishmoqchi bo'ldi. Əvs va Xazraj qabilelarining Rasulullahning talablarini o'rinlaganligi bilan faxrlanishi Allohning payg'ambar alayhisalomga bergan ne'matlaridan edi. Əvs qabilesi payg'ambar alayhisalom buyurgan biror ishni o'rinlasa, Xazraj qabilesi mo shundoq biror ishni o'rinlashga tirishadi. Payg'ambar alayhissalom bu ikki qabilani Əbu Rafini o'ldirishga buyurgandan keyin ularga kichik bolalarni va ayollarni o'ldirmaslikka tavsiya qildi. Ular otlanib Xaybarga yetib keldi. Abdullah hamrohlariga "Sizlar mush yerda turib turinglar. Men darvozaning yoniga borib, siliq gap qilib ichkariga kirib olishim mumkin" dedi-de, darvozaga yaqin kelib, hojat qilgan bo'lib, chaponiga chumkinib oldi. Kishilar darvozadan kirib ketib boradi. Darvozadan uningga "Hey Abdullah, kirmoqchi bo'lsang tezroq kirib ol. Darvozani taqayman" dedi. Abdullah darvozadan kirib yoshirinib oldi va darvozadan uxlagan chaqda ochqushlarni ilib, qochishga oson bo'lsin uchun darvozani ochib etdi. Ondan Abu Rafi'ning uyiga borib, eshiklarni ochishga boshladi. Her bir eshikni ochib bo'lib, ichidan etib qo'ydi. Abu Rafi bola chaqalarining orasida qorong'u uyda uxlayotdi. Abdullah Abu Rafini topolmay tovladi. Abu Rafi "Kim?" dedi. Abdullah ovoz chiqqan tarafga qilich bilan etildi. Qilich Abu Rafiga tegmay qoldi. Bu chaqda Abu Rafining xotini "Bu Ibn Abu Atikning ovozi-ku" dedi. Abu Rafi "O'lgur. Bu chaqda bu yerda Ibn Abu Atik nima ish qiladi?" dedi. Abdullah ovozini o'zgartirib, "Anglayotganimiz nima ovoz? Abu Rafi" deb qayta to'ladi. Abu Rafi "Voy bachchig'ar, uyda birisi menga qilich soldi" dedi. Abdullah uningga ikkinchi qatim qilich solgan bo'lsa-mu, qilich tegmay qoldi. Şunun bilen Abdullah yushurini bilib, ovozini o'zgartirib, Abu Rafining yoniga uni qutqazuvchi qiyofatda kirib keldi. U Abu Rafining o'ngdasiga yotganligini ko'rib, uning qursiqiga qilichni kuchab tiqibdi. Qilichning qursoqni yerib so'ngga yetgan ovoz anglandi. Ondan u uydan chiqib ketdi. Abdullahning ko'zi ojizroq bo'lg'achqa, shota bo'ldig'ini aniq ko'rolmay, shotidan yiqilib tushib, puti sunib ketdi. Putini sallasi bilan tangilib, hamrohlarining yoniga borib, "Qachonlar? Abu Rafi o'ldirildi" dedi. Ular payg'ambar alayhissalomga ahvolni ma'lum qildi. Payg'ambar alayhissalom Abdullahning putini sung'izib, silab qo'ydi. Abdullah hech qanday og'riq sezmay, burunqidek asliga keldi. Payg'ambar alayhissalomning roziligini oladigan ishlarda musulmonlarning har qanday qiyinchilikqa pisinat qilmaydiganligini ko'ring. Alloh ulardan rozi bo'lsin va ularni rozi qilsin. 122-bab qo'shin avatish. Ka'b ibn Ashraf o'ldirilgandan keyin Yahudilar uning o'rnida Usayr ibn Rizamni boshliqlikka sayladi. Payg'ambar alayhissalom Usayrning ahvolini bilib kelishga odam avatib edi. Usayrning o'z qavmiga "Men Muhammadga burun hech odam qilmagan ishni qilaman. G'atfon qabilasiga borib, xalqni Muhammadga qarshi urushga to'playman" deganligi va quturganligi ma'lum bo'ldi.
Payg'ambar alayhissalom Hazrat qabilasidan Abdullah ibn Ravahaga ansarlardan 30 kishini qo'shib, ularni Usayrni islom diniga moyil qilishga vatdi. Ular Xaybarga berib, Usayr bilan uchrashdi va uningdan o'zlarining elchilikka kelganliklari uchun chaqilmaslikni so'radi. Usayrmo ulardan o'ziga chaqilmaslikni o'tindi. Ular bir-biriga chaqilmas bo'lib bitishgandan keyin elchilar Usayrga Rasulullohga qarshi urush qilmay, uning oldiga borsa, payg'ambar alayhisalom Usayrni Xaybarga boshliq qilib qo'ydiganligini, shuning bilan Xaybar xalqi tinch yashaydiganligini aytdi. Usayr bu taklifni qabul qilib, payg'ambar alayhisalomning oldiga bormoqchi bo'lib, 30 yahudi bilan atlandi. Bir yahudi bir musulmonga hamroh bo'ldi. Ular yo'lda ketib borganda Usayr kelganligiga pushaymon qildi. Hem va'dasida turmay suiqasd bilan qutulmoqchi bo'ldi-da, Abdullah ibn Ravahaning qilichiga qo'lini uzatdi. Abdullah ibn Ravaha: "Ey Allohning dushmani, osiylik qilmoqchimisan?" deb etidan tushib, Usayrning kallasiga qilich bilan birini silib edi. Usayr shu yerda jon uzdi. Müslümanlar harakatga kelib, Yahudilarning hammasini qirib tashladi. Xiyonatning oqibati ana shundoq bo'ladi. 123-bab Ukal va Urayna vaqasi. Mushu yili Shavvol oyida Ukal Urayna arablaridan bir guruh kishilar payg'ambar alayhisolamning oldiga kelib, musulmon bo'lib Madinaga yerlashdi. Ular Madinaning havosi yoqmay, chiroylari sarg'ayib, qursoqlari ko'pib, og'rib qolishdi. Payg'ambar alayhisalom ularni tugisi o'tlayotgan o'tloqqa berib, tugining suti va suydiki bilan davolanishga buyurdi. Ular o'tloqqa berib, saqay veribla tuzkorlik qildi. Podachining put-qo'llarini kesib, ko'zlarini uyib, uni o'ldirib, tugilarni haydab ketdi. Payg'ambar alayhisalom buningdan xabar topib, Kurz ibn Jabir boshchiligida 20 otliqni avatib, ularni tutib kelib, ular podachini qandoq qilgan bo'lsa, ularning put-qo'llarini kesib, ko'zlarini uyib, sayga tashlab o'ldirdi. To'zalmaydigan suiqasdchilarning jazosi ana shundoq bo'ladi. Bu ablahlarning qilmishi ularning tegi-tektining qo'zuqligini, qabilasining pastligini ko'rsatdi. Mushu vaqadan keyin payg'ambar alayhisalom kishilarning put-qo'llarini kesish jazosini ma'ni qildi. 124-bab qo'shin avatish. Bir kuni Abu Sufyan to'plangan xalqqa: "Muhammad bozorda menga ko'riydi. Kim berib uni suiqasd bilan o'ltirdi? Ondan qutulsak", dedi. Bir kishi o'tirg'i chiqib, Abu Sufyanning degini bo'yicha qilishga va'da berdi. Abu Sufyan onunga at, uloq, xarajat berib, uni jabdutdi. Bu odam atlanib 6 kunda Madinaga yetib berib, payg'ambar alayhisalomning qayerda ekanligini so'radi va uning Bani Abdu Ashal masjidida ekanligini bilib, shu yerga bordi. Payg'ambar alayhisalom uni ko'rish bilan: "Bu odam menga suiqasd qilmoqchi. Alloh meni uningdan saqlaydi", dedi. Usayd ibn Huzayr bu odamning payg'ambar alayhisalomga yaqinlashib borayotganligini ko'rib, uning chapanidan tortgan edi. Uning kiyimi ichiga yushirgan xanjari tushib ketdi. Bu odam qilmishiga pushaymon qilganligini bildirdi. Payg'ambar alayhisalom uni o'ldirmaydiganligini aytib, nemishqa mushundaq suiqasd qilishning sababini rostchilik bilan aytib berishni so'radi. O odam: "Alloh bilan qasamki, ey Muhammad, men odamdan qo'rqmaydim. Lekin seni ko'rishim bilan hushimni yo'qotib, bushib ketdim. Mening nima qilmoqchi bo'lganimni hech kishi bilmasa-mu, sen bilib olding. Sana chaqilg'ili bo'lmaydiganligini tushundim. Sen rost payg'ambar ekansan. Abu Sufyan guruhi bo'lsa, shaytonning guruhi ekan", deb musulmon bo'ldi. Bu chaqda payg'ambar alayhisalom Abu Sufyanning jajasini berish uchun uni yushirin o'ldirishga Amr ibn Umayyani yana bir kishi bilan avatdi. Amr bo'lsa, jahiliyat zamonida yuraklik, jasur odam edi. Ular Makkaga keldi va vazifasini o'rinlashdan burun Baytullohni tavob qilishga kirishdi.
Mekkeliklerden biri emrini tutunup kılıp, bu Emir İbni Umayya birer yamanlık bilen geldi, dedi. Mekkelikler ulanı bilip kalganlıktan ular kaçıştan başka amal tapalmay Medine'ye qaytib gelişti. Allah Ebu Süfyan'ı ayat kaldırıp Müslümanlara Mekke'nin açkıçını tapşırışını ve onun İslam dinini kabul kılışını irade kılgan iken. 125. bab Hudaybiye urushi. Peygamber aleyhisselam Mescid-i Haram'a girip hac faaliyetlerini ötep şükürgenden keyin Müslümanlarga özünün ömrü kılmakçı bolganlygini uqtirdi. Quraysh tarafidan to'sqinlikqa uchrashdan ehtiyot qilib, Madina atrofidagi ko'chman arablarni birga berishga chaqirdi. Lekin ular payg'ambar va musulmonlar o'z uylariga salomat qaytib kelolmaydi deb o'ylab, ishni orqaga so'zdi va oxiri mollarimiz, bola chaqalarimiz yolg'iz qoladi ekan deganni bahona qilib, biz uchun Allohdan mag'firat talab qilgin deyishib, payg'ambar alayhisalom bilan birga chiqishdan boshladi. Peygamber aleyhisselam muhacir ve ensarlardan bulup 1500 kişi bilen atlandı. Medine'de Abdullah İbni Ummu Mektum kaldı. Peygamber aleyhisselamın ayali Ummu Seleme'mi birle çıktı. Ular kişilerge uruş üçün çıkmaganlığını bildiriş üçün hacda qurbanlık qiladigan mallarni aydab mangdi. Sahabalarda g'alapaga siliqliq qilishlardan boshqa qurol yo'q edi. Peygamber aleyhisselam ömürge qilishlarni yalang'och ko'tarib minishni yoqtirmagan edi. Musulmonlar qo'zg'alib Osmonga yetib kelganda Peygamber aleyhisselamning Mekke'ga avatgan xabarchisi qaytib kelib, Mekkeliklarning musulmonlarni Mekke'ga kirgizmaslik qaroriga kelib, urushga tayyorlanib turganligini, musulmonlarning ilgarilashini to'sish uchun oldingi qism sifatida Xolid ibn Valid qo'mondonligida 200 otliq askar chiqarganligini aytdi. Peygamber aleyhisselam, kim bizni başka yol bilen başlap mağdu? Deb sordu. Aslam kabilesinden birisi, men başlap mağamen, deb Müslümanlarni ägir to'qay yollar bilen başlap, ularni Mekke'ge töven taraftan kiradigan bir tuzlanlıkka chiqdi. Bu ahvolni Xolid ibn Valid o'qib qilib, qaytib berib Mekkeliklarga ma'lum qildi. Müslümanlar Saniyatul Murar degan yerga yetib kelganda Peygamber aleyhisselamning tugisi cho'kib mang'ala unimadi. Sahabalar tugi to'xtab oldi dedi. Peygamber aleyhisselam onun to'xtab olish odati yo'q. Uni pilni to'xtatgan Allah to'xtatdi. Allah bilan qasamki, Mekkeliklar Beytullahni ulug'lash yuzasidan har qanday shart qo'ysa qabul qilaman dedi. Müslümanlar mundaq paytda düşmanlar bilan urush qilsa, chuqum g'alaba qiladi. Lekin Allah Beytullahning kelajakda butun jahon musulmonlarining qarindoshlik asosini chingitish uchun ziyorat qiladigan tinch haram bo'lib qilishini iroda qilib, Makka xalqi bilan musulmonlar orasidagi urushning oldini olib, Beytullahning hurmatini saqladi. Peygamber aleyhisselam musulmonlarni Hudaybiyaning yiroq tarafiga tushishga buyurdi. Bu yerde Budayl ibn Farqa Quraysh tarafından vekil bulup gelip Müslümanların kelish sebebini sordu. Peygamber aleyhisselam kelish maqsadini aytdi. Budayl Qurayshga qaytib berib ahvolni ma'lum qilganda ular Budaylni Peygamber aleyhisselamga ittifoqdosh Xuzoa qabilasidan deb qarab, uningga ishonmadi. Ular Muhammad askarlari bilan umr qilish uchun kirmoqchimikan? Onun bilen bizning aramızda urush holati mavjud tursa, Arablar bunu anglasa, Muhammad zorluq bilan kiribdi demamdi. Ko'zimiz ochiqlab bo'ladigan musulmonlarni hargiz kirgizmaymiz, deydi. Makka xalqi ishning tegitakini o'qib kelish uchun Ahobishning boshlig'i Hunayn ibn Alqamani avatdi. Ahobish xalqi Qurayshning ittifoqdoshi edi. Peygamber aleyhisselam Hunaynning kelganligini ko'rib, bu adam qurbanlık mallarını çoğun biladigan xalqdan bo'ladi. Onun aldığa tügüleringlarni avatinglar, ko'rsin, dedi. Tügüler Hunaynning aldığa avatildi. Kişiler Hunaynni talbiy aytib qarshi oldi. Hunayn bunu ko'rib, Allah pakdir. Ularni haj qilishdan tusish loyiq emas.
Bular faqatla ömür qilish uchun kelgan. Laham, Juzam, Himyar qabilalari Beytullohni ziyorat qilayotgan yerda Abdulmutallibning o'g'li Muhammadni to'samdoq. Quraysh halok bo'lsin, dedi. Quraysh xalqi uning so'zini anglab, uningga "Jim o'ltir. Sen hiyli fikrini bilmaydigan sahroliksan", dedi. Ondan ular Toif xalqining boshlig'i Urva ibn Mas'udni avatdi. Urva payg'ambar alayhisolamning qishig'iga borib, "Ey Muhammad, sen sayoq odamlarni yig'ib, o'z qavmi qarindoshlaring bo'lgan Quraysh xalqini mag'lub qilish uchun keldingmi? Quraysh xalqi sening zo'rliq bilan kirishingga yo'l qo'ymaslikqa Alloh bilan qasam qildi. Alloh bilan qasamki, meningcha sening ergashgichlaring seni tashlab ketadi", dedi. Abu Bakr xafa bo'lib Urvaga, "Voy savol topqur, biz payg'ambar alayhisolamni tashlab ketamdiq", dedi. Urva payg'ambar alayhisolamning saqaliga qo'l tekkizib turib gap qilgan edi. Mughira ibn Shu'ba Urvaning qo'lini silkivetdi. Urva sahobalarning payg'ambar alayhisolam tahorat olsa, tahorat olgan suyini talishib ketadiganligini, payg'ambar alayhisolamning oldida past ovoz bilan gap qiladiganligini, payg'ambar alayhisolamga tikilib qaramaydiganligini ko'rib, qaytgandan keyin Quraysh xalqiga, "Men Iron podshohi Kisra, Rum podshohi Qaysar, Habashiston podshohi Najashiylarning huzurida bo'ldim. Lekin Muhammadning sahobalarining uningga qilgan hurmat e'tiborini bu podshohlarning hech birida ko'rmadim. Muhammadning ergashgichlari uni hargiz tashlab ketmaydi. O'ylab boqinglar. Muhammadning qo'ygan taklifi to'g'ri. Uni qabul qilinglar. Men sizlarga kuyunaman. Muhammadning ustidan g'alaba qilishinglarga ko'zim yetmaydi", dedi. Quraysh xalqi, "Mundaq gaplarni qilma. Muhammadni bu yil qaytirib o'tayli. Kelar yili kelsin", deydi. Payg'ambar alayhisalom Quraysh xalqiga maqsadini bildirish uchun Osmon ibn Affonni elchilikka avatdi. Tuqqan yo'qlab kelishga ruxsat so'ragan 10 kishimi Osmon bilan birga bordi. Payg'ambar alayhisalom Osmonni Makkada qolgan ojiz musulmonlarga g'albining yaqinligi va Allohning dinini g'olib qiladiganligi to'g'risida xush xabar yetkazishga tavsiya qildi. Osmon Makkaga Ibn ibn Sa'dning himoyasi ostida kirib, mushriklarga payg'ambar alayhisalomning so'zini yetkazdi. Mushriklar Makkaga Muhammadning zo'rliq bilan kirishi hargiz mumkin emas, deydi. Ondan Osmondan Beytullohni tavob qilishni talab qilishdi. Osmon, "Payg'ambar alayhisalom cheklangan turuqliq men tavob qilmayman", dedi. Mushriklar Osmonni so'lab qo'ydi. Musulmonlarning orasida "Osmon o'ldirilibdi" degan so'z tarqaldi. Payg'ambar alayhisalom buni anglab, mushriklar bilan elishmoqcha qaytmaymiz, dedi. 126-bob Rizvon bay'ati. Payg'ambar alayhisalom kishilarni mushriklar bilan urush qilish uchun bay'at qilishga chaqirdi. Sahobalar bu yerdagi bir daraxtning soyasida payg'ambar alayhisalomga o'limdan qochmaslikqa bay'at qildi. Keyin bu daraxt Rizvon daraxti deb atalgan. Bu bay'atning xabari Qurayshlarga tarqalib, ularni qattiq qo'rqinishga solib qo'ydi. Quraysh mushriklari musulmon askarlariga tuyuqsiz qurshab hujum qilish uchun Mikras ibn Habs boshchiligida 50 odam avatgan edi. Islom qo'shinining kuzatchisi Muhammad ibn Maslama ularni asirga oldi. Ammo boshlig'ini qochirib qo'ydi. Quraysh mushriklari buni anglab, bir to'p odam avatib musulmonlar bilan urushgan bo'lsa-mu, o'zlaridan 12 odam asir tushdi. Musulmonlardan bir odam shahid bo'ldi. 127-bob Hudaybiya sulhisi. Bu chaqda Quraysh xalqi qo'rqib, Suhayl ibn Amirni musulmonlar bilan sulh tuzish to'g'riliq so'zlashga avatdi. Suhayl ibn Amir musulmonlarning qishig'iga kelib, "Ey Muhammad, yuz bergan voqealar bizning aqlli kishilarimizning fikri bilan bo'lgan emas. Bu bir qism nodon kishilarimizning qilgan ishi. Asir elanganlarni qo'yib bersanglar", dedi.
Peygamber aleyhisselam oldu bilen bizning kishilarimizni qo'yib bersanglar, ondan bizmi qo'yib beramiz dedi. Müşriklar Osmanlı ve onun bilen birga bargan 10 adamni qo'yib berdi. Ondan Suhayl Quraysh xalqi musulmonlar bilan tuzmoqchi bo'lgan sulhining moddalarini o'tirg'a qo'ydi. Birinchi, ikki taraf 10 yilgacha urush qilmaslik. Ikkinchi, Quraysh tarafidan qochib kelganlarni musulmonlar qaytarib berish. Musulmonlar tarafidan qochib kelganlarni Quraysh qaytarib bermaslik. Üçüncü, Peygamber aleyhisselam bu yıl Beytullah'ını tavaf kılmay qaytib ketib, kelar yili Quraysh xalqi Mekke'den çıkıp ketkendan keyin sahabeler bilen Mekke'ye kirib 3 gün turuş ve Mekke'ye g'alabaga silingan qilich ve o'qyalardan boshqa qurollarni elib kirmaslik. To'rtinchi, Arab qabilalarining musulmonlarning himoyasiga kirishi yoki Qurayshlarning himoyasiga kirishi o'zlarining ixtiyorida bo'lish. Peygamber aleyhisselam mazkur maddelerinin hemmisini qabul qildi. Ama musulmonlarga ig'ir tuyulib, ular subhanallah, ulardan bizga musulmon bo'lib kelganlarni qaytarib berdi ekanmiz. Ular bizdan murtad bo'lib barganlarni qaytarib bermaydi ekan. Bu qanday bo'lgani deydi. Peygamber aleyhisselam bizdan ularga qochib barganlarni Allah bizdan yiroqlashtirsin. Ulardan bizga qochib kelganlarni qaytarib bersak, Allah ularga osonlik va chiqish yo'li beradi dedi. Musulmonlarning bu yil Beytullahni tavaf qilmay qaytib ketishi to'g'risidagi 3-modda bo'lsa, musulmonlarga texmi og'ir keldi. Chunki Peygamber aleyhisselam ularga Beytullahga aman eson kirib tush ko'rganligini aytgan edi. Ular buni Ömer Abu Bakr'dan so'rab edi. Abu Bakr ularga Peygamber aleyhisselam moshi yili shundoq bo'ladi deganmidi deb javob berdi. Ondan ikki taraf orasida tuzilgan sulhining moddalari yozildi. Sulhi nomini Ali ibn Abi Talib yozdi. U Bismillahirrahmanirrahim deb yozib edi. Suhayl Bismika Allahumma, ey Allah, sening isming bilan boshlayman deb yoz dedi. Peygamber aleyhisselam Ali'ni Suhayl'ning deganidek yozishga buyurdi. Ondan Ali Allah'ning elchisi Muhammed shuningga sulhi qiladi-ki deb yozib edi. Suhayl biz sening Allah'ning elchisi ekanligingni biladigan bo'lsak, sana qarshi chiqmagan bo'lardik. Muhammed ibn Abdullah deb yoz dedi. Peygamber aleyhisselam Ali'ni xatni o'chirib Suhayl degandek yozishga buyurib edi. Ali o'chirishga unomadi. Peygamber aleyhisselam onu öz qo'li bilan o'chirdi. Sulhiname 2 nusxa yozilib, biri musulmonlarga, yana biri Qurayshlarga topshirildi. Sulhiname yozilib bo'lganda Abu Jandal ibn Suhayl putidagi ishkal bilan sakrab kirib keldi. U musulmon bo'lganlikdan otasi uni so'lab qo'yib Madinaga hijrat qilishdan to'sgan. Shuning bilan u musulmonlardan panoh tilab qochib kelgan edi. Peygamber aleyhisselam onunla sabr qilgan, narazi bo'lmagan. Allah sana ve sana o'xshash aciz musulmonlarga amonlik ve chiqish yo'li beradi. Biz Quraysh bilan sulh tuzib va'dalashdik. Ularga xiyonat qilmaymiz deb uni Qurayshlarga qaytarib berdi. Xuza'a qabilasi Peygamber aleyhisselamning himoyasiga, Banu Bakr qabilasi Qurayshlarning himoyasiga kirdi. Sulhi nomi tuzilib bo'lganlikdan Peygamber aleyhisselam sahabalarini chachlarini tushirib, qurbonlik qilib umrdan chiqishga amr qildi. Musulmonlar sulhi nomidan zo'r qayg'uga cho'mib, Rasulullohning amrini o'rinlashga aldirashmadi. Peygamber aleyhisselam bu ahvolni ko'rib, ayoli Ummu Salamaning yoniga kirib, musulmonlarning gap anglamaganligidan shikoyat qildi. Ummu Salama Peygamber aleyhisselamga ağır şartlar bilen sulhi tuzdilar. Musulmonlar Mekkeni almay qaytishdan qattiq qayg'urdi. Ularni kechirsilar. Sizlar oldi bilan ihramdan chiqsalar dedi. Shuning bilan Rasululloh chiqib qurbonlik qildi. Chechini oldirdi. Musulmonlarmi Peygamber aleyhisselamga ergashib shunday qilishdi. Ondan musulmonlar Madinaga qaytib kelishdi.
İki taraf bir-biridan emin bo'lishdi. Musulmonlar Madinaga qaytib kelgandan keyin ularning orqasidan Uqba ibn Abu Mu'aytning qizi Osmonning ona bir hamshirasi Ummu Kulsum hijrat qilib Madinaga keldi. Mushriklar musulmonlardan Ummu Kulsumni qaytarib berishni talab qilganda Ummu Kulsum: "Ey Rasululloh, men bo'lsam ayol kishi. Meni ularga qaytarib bersalar, ular meni dinimdan chiqaradi" dedi. Bu to'g'rida Alloh mana oyatni nozil qildi. Ey mu'minlar, mu'min ayollar sizlar tarafga hijrat qilib kelsa, ularni sinab ko'ringlar. Ularning iymonini Alloh obdan biladi. Agar ularni haqiqiy mu'min deb qarasanglar, ularni kofirlarga qaytarib bermanglar. Ular kofirlarga halol emas. Kofirlarmi ularga halol emas. Kafir erlarining ularga bergan to'yliqini qaytarib beringlar. Ularning to'yliqini berib nikohinglarga olsanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Kafir ayollarni amringlarda saqlamanglar. Ularga bergan mahringlarni talab qilinglar. Kafirlarmi sizlar tarafga hijrat qilib kelgan mu'min xotinlarga bergan mahrini talab qilsin. Ana shular Allohning hukmidir. Allah aranlarda hüküm çıkarıdır. Allah hemmini bilgüçüdür. Hikmet bilen iş kılgıçıdır. Sure Mumtehine 10. ayet. Hicret kılıp gelgen mümin ayallar öz yurtlarından başka yurtga qiziqqanlıqdan yoki birer musulmon erga qiziqqanlıqdan hicret qilgan bo'lmay, faqatla Allohni va uning payg'ambarini do'st tutganlıqdan hicret qilganlar bo'lsa, mushriklarga qaytarib berilmaydi. Mushrik erlariga mehr qaytarib beriladi. Shuningdan keyin birer musulmonning uni amriga elishi durust bo'ladi. Mazkur oyatda musulmon bo'lmagan xotinni xotin qilaverishning haromligi va uningga bergan mehrini qaytarib olib, u xotinni oilasiga qaytarib o'tishning lozimligi bayon qilinadi. Abu Basr Utba ibn Usayd Saqafi musulmon bo'lib, Rasulullohning yoniga qochib keldi. Qurayshlar uning orqasidan ikki odam avatib, Rasulullohdan uni talab qildi. Rasululloh Abu Basrni ular bilan qaytishga buyurdi. Abu Basr: "Ey Rasululloh, meni Alloh kofirlardan qutqizgan tursa, sen meni dinimdan chiqaradigan kofirlarga qaytarib beramsan?" dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga: "Alloh sana va qarindoshlaringga qutulish yo'li berar" dedi. Shuning bilan u noilojlikdan Qurayshning ikki elchisi bilan qaytib ketishga yo'lga chiqdi. Zulhulayfa degan yerga kelganda Abu Basr ularning birini o'ldirdi, yana birini qochirib qo'ydi. Abu Basr Madinaga qaytib kelib: "Ey Rasululloh, sen va'dangga vafo qilding, men qutuldim" dedi. Payg'ambar alayhisalom uningga: "Xohlagan joyga ket, Madinada turma" dedi. Abu Basr Sham yo'lida Qurayshning savdo karvoni o'tadigan bir yerga borib o'rinlashdi. Makkadan qochib kelgan bir turkum musulmonlar uning yoniga yig'ildi. Abu Jandal ibn Suhaylmi uning yoniga keldi. Sahro arablaridan bir to'p kishilar bularga qo'shildi. Bularning hammasi bir bo'lib Qurayshning yo'ldan o'tgan savdo karvonlarini bo'lashga boshladi. Çaresiz qolgan Quraysh xalqi Rasulullohdan sulh nomining 2-moddasini bekor qilib, qochib kelgan musulmonlarni o'z yanida turg'izishni o'tindi. Payg'ambar alayhisalom ularning bu o'tinishini qabul qildi. Hudaybiyada Payg'ambar alayhisalom Abu Jandalni mushriklarga qaytarib berganda musulmonlarga og'ir tuyulgan bu g'amdan Alloh ularni xalos qildi. Bunun bilan sahabeler Peygamber aleyhisselamның fikri özlerining fikridan ustun ve güzel ekanligini bilishdi. Chunki musulmonlarning kafirlarga aralashib turishi natijasida islom dini kafirlarga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Hatto Hazrati Abu Bakr islomda Hudaybiya g'albasidan cho'ngroq g'alba bo'lgan emas degan. Lekin Muhammad aleyhisselam bilan Rabbi o'tirisidagi aloqaga kishilarning aqli yetmagan. Bandalar aldirab ketadi. Alloh bo'lsa aldirmaydi. Ishlarni o'z xohishicha o'rinlaydi. Payg'ambar alayhisalom Hudaybiyadan qaytganda Qur'ondagi Fatih surasi nozil bo'ldi. Ulug' Alloh surining beshida mundoq deydi: "Biz sana haqiqatan ro'shan g'alaba ato qildik." Sura Fatih
1 oyat. Hudaybiya urushining ro'shan g'alaba deb atalishi Abu Bakr Siddiqning yuqoridagi so'zini tasdiqlaydi. Bu qism mush yerda oxirlashdi. Diqqatinglar keyingi qismda bo'lsin.